Molda go'ngini ahvolini qarang. Molda yemi kuchayib ketgan. Bu molni burni og'riyapti. Buni nafas yo'llari shamollagan. Bu molingiz juni hurpayib, umuman tulamagan. Bu rivojlanishda orqada qolyapti sheriklaridan. Bo'ldi Jahongir aka, o'zi molni tashqi ko'rinishiga qarab turib, qanday qilib kasal yoki kasal emasligini aniqlasa bo'ladi. Xonadonga vet vrach kelgandan so'ng birinchi navbatda hayvonning egasidan anamnez ma'lumot olinadi. Ya'ni hayvon haqida to'liq ma'lumotga ega bo'linadi. Bu 30% to'g'ri diagnoz degani. Demak, 2 kun oldingi po'choqlarni berganim uchun ichib ketyaptimi Jahongir aka? Albatta, achigan hamda sifati buzilgan ozuqani molga berilsa, oshqozoni buzilib, ichib ketishi mumkin. Bu simmentlarimni 3 kun ketma-ket cho'miltirgandim. Shuning uchun burni oqyaptimi? Shunday bo'lishi mumkin, Jamshidbek. Sababi hayvonni yuvintirib, ayniqsa ertalab sovuq suvda ustki qismida ventilyator bo'ladigan bo'lsa, badani qurimay, nafas yo'llari shamollab qolishi mumkin. Bu mol doimiy ko'vish qaytarib kelyapti. Bu degani Jahongir aka sog'lom deganimi? Yo'q Jamshidbek, agar hayvonda uzoq muddatli qandaydir kasalligi bo'ladigan bo'lsa yoki jigarda muammosi bo'lsa, hayvonning o'zgarishi hamda sheriklaridan orqada qolishi kuzatilishi mumkin. Xuddi shunday kasalliklarni oldini olish va davolash haqidagi ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta bizning kanalga obuna bo'ling, chunki bu haqidagi videolarni juda ham ko'p chiqarib borganmiz va albatta videoga like bosib, ushbu videoni mol boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.